Xitoyning yirik elektromobil ishlab chiqaruvchisi BYD o'zining yangi flagman elektr SUV modeli BYD Greatangning salonini namoyish qildi. Kompaniya avtomobilning hashamatga yo'naltirilgan xususiyatlari va bir zaryadli CLTC standartlariga ko'ra 950 km masofagacha yurishni e'lon qildi. Katta SUV segmentiga doir bo'lib, to'liq o'lchamli oilaviy yo'l tanlama sifatida pozitsiyalangan Greatang BYDning bugungacha ishlab chiqarilgan eng texnologik jihatdan ilg'or elektromobillardan biri bo'lishi kutilmoqda. Hozircha uning O'zbekiston bozorida rasman sotilishi tasdiqlanmagan, biroq texnik xususiyatlariga qaraganda kelajakda BYDning mamlakatimizdagi model qatorlaridan eng yuqori pog'onasidan joy olishi mumkin. Greatangning uzunligi versiyasiga qarab 5263 mm dan 5302 mm gacha, kengligi 1999 mm, balandligi esa 1800 mm gacha avtomobil 3130 mm g'ildirak bazasiga ega. Taqqoslash uchun bu o'lchamlar uni hashamatli yirik SUVlar sinfiga kiritadi va hozirda O'zbekistonda sotilayotgan ko'plab 7 o'rinli SUVlardan ham kattaroq qiladi. Avtomobilning bo'sh vazni komplektatsiyasiga qarab 2640 kg dan 2970 kg gacha o'zgaradi. Maksimal ruxsat etilgan yuklangan to'liq vazni esa 3575 kg gacha yetadi. 3x2 skemadagi o'rindiqlar uning oilaviy avtomobil sifatida ishlab chiqarilganini ko'rsatadi. Ikkinchi qatordagi ikkita alohida qulay kapitan o'rindiqlari, orqa qismida esa uchinchi qator o'rindiqlari mavjud bo'lib, jami 7 kishini sig'dira oladi. 3x2 skemadagi o'rindiqlar uning oilaviy avtomobil sifatida ishlab chiqarilganini ko'rsatadi. Ikkinchi qatorda ikkita alohida qulay kapitan o'rindig'i, orqa qismida esa uchinchi qator o'rindiqlari mavjud bo'lib, jami 7 kishini sig'dira oladi. Yurish qulayligini oshirish uchun BYDning DSSP Intelligent Damping Body Control System qo'llanilgan bo'lib, u yo'l notekisliklarini samarali yutib, yanada yumshoq va qulay harakatlanishni ta'minlaydi. Orqa g'ildiraklarni harakatga keltiruvchi versiya 950 km gacha, to'liq tortuvchi versiya 850 km gacha masofa bosib o'tishi mumkin. Xaridorlar quyidagi uzatma tizimlaridan birlarini tanlashlari mumkin. Orqa g'ildiraklardan tortuvchi versiyaning elektromotorlari 300 kW yoki 408 ot kuchi va 370 kW yoki 503 ot kuchiga ega. To'liq tortuvchi versiyada old o'qida qo'shimcha 215 kW li, ya'ni 292 ot kuchiga ega elektromotor joy olgan. Ikki motorli tizim yanada kuchli tezlanish va yaxshi tortish imkonini beradi. Versiyasiga qarab model 240 va 250 km/soat tezlik bilan chegaralangan. Greatang BYDning mashhur Black Battery texnologiyasidan foydalanadi. Biroq batareyaning aniq sig'imi hozircha oshkor qilinmagan. Shuningdek, modelda yangi BYD Flash Charge texnologiyasi qo'llanilishi kutilmoqda. Kompaniya ma'lumotiga ko'ra, ideal sharoitda bu tizim atigi 5 daqiqalik quvvatlash orqali 200 km gacha yetadigan energiya zaxirasini yig'ishi mumkin. Bu esa Greatangni nafaqat uzoq masofaga yura oladigan, balki juda tez quvvatlanadigan premium elektr SUVlardan biriga aylantiradi. Shuningdek, BYD Greatang quyidagi texnologiyalarni taklif qiladi. Haydovchiga yordam beruvchi ADAS tizimi ushbu modelning asosiy afzalliklaridan biri. Tizim tom qismidagi o'rnatilgan lidar va boshqa sensorlar bilan qo'llab-quvvatlanadi. Bu esa avtomobilning yuqori darajadagi yarim avtonom haydash imkoniyatlariga ega bo'lishi anglatadi. Mashina past tezlikda burilish radiusini kamaytiruvchi va yuqori tezlikda barqarorlikni oshirish maqsadida orqa g'ildiraklarni boshqaruvchi rear wheel steering va yo'l sharoitiga qarab amortizatorlarni avtomatik moslashtirib, yanada qulay va silliq harakatlanishni ta'minlovchi DSSP adaptiv osma tizimlariga ega. BYD bu model bilan premium segmentdagi xaridorlarni nishonga olayotgani yaqqol ko'rinadi. Old panelda bir-biriga uyg'unlashtirilgan 3 ta ekran mavjud. Raqamli uskunalar paneli, markaziy multimedia ekrani, old yo'lovchi uchun ko'ngilochar ekran. Ushbu 3 ekran birgalikda old panel bo'ylab egilgan haydovchi va yo'lovchini qamrab oluvchi zamonaviy ko'rinish hosil qiladi. Hozircha ekranlarning aniq o'lchamlari e'lon qilinmagan. Orqa qatordagi yo'lovchilar uchun ham qulayliklar yetarli. Shiftga o'rnatilgan ko'ngilochar ekran, ikkiga buklanadigan stolcha, ichiga o'rnatilgan muzlatgich shular jumlasidan. Bundan tashqari panoramali lyuk salonni yanada keng va yorug' ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, BYD Greatang zamonaviy lidar texnologiyasi, aqlli haydovchi yordamchisi, orqa g'ildiraklarni boshqarish tizimi va DSSP adaptiv osmasi bilan BYDning eng ilg'or va premium elektr SUVlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu model texnologiya, qulaylik va uzoq masofaga yurish imkoniyatlarini birlashtirgan flagman avtomobil hisoblanadi. Qisqacha aytganda, BYD Greatang BYDning eng katta, eng hashamatli va texnologik jihatdan eng ilg'or elektr SUV modeli bo'lib, u kelajakda premium elektr SUV segmentidagi yirik o'yinchilardan biriga aylanishi mumkin. Endi Xitoyning eng qiziqarli elektromobillardan biri bo'lgan Xpeng G6 haqida gaplashamiz.
So'nggi yillarda Xitoy avtomobillari butun dunyoda tobora ommalashib borayotgan vaqtda Xpeng o'zini shunchaki avtomobil ishlab chiqaruvchisi emas, balki texnologiya kompaniyasi deb ta'riflaydi. Hattoki yaqin kelajakda Volkswagen ham uning texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlanmoqda. Xo'sh, Tesla Model Y uchun jiddiy raqobatchi sifatida ko'rilayotgan Xpeng G6 haqiqatan ham shunchalik yaxshimi? Keling batafsil ko'rib chiqamiz. Avvalo G6 katta o'lchamli kupe crossover hisoblanadi. O'lchamlari bo'yicha u Tesla Model Y bilan bir segmentga joylashgan. Xpengning kuchli tomoni faqat avtomobil ishlab chiqarishda emas. Kompaniya xodimlarining qariyb 40% ilmiy tadqiqot va yangi texnologiyalar ustida ishlashida. Ularning katta qismi esa dasturiy ta'minot va sun'iy intellekt bilan shug'ullanadi. Shu sababli Xpeng ko'proq texnologik kompaniya sifatida ko'rinadi. G6 dizaynini mashhur ispan dizayneri Juanma Lopez tomonidan ishlab chiqilgan. U o'z vaqtida Lamborghini Miura konsept loyihasida ishlagan va Ferrari kompaniyasida ham muhim lavozimlarda faoliyat yuritgan. Shunga qaramay G6 juda agressiv yoki sportchi ko'rinmaydi. Bir qarashda u Tesla va Mercedes EQ modellarining aralashmasiga o'xshashligi seziladi. 2026-yilga yangilanishdan so'ng avtomobil yanada soddaroq ko'rinishga ega bo'ldi. Old qismidagi uzluksiz LED chiziq va kuzov rangidagi g'ildirak arkalari bunga misol bo'la oladi. Texnik ko'rsatkichlarga o'tsak, G6 ning aerodinamik qarshilik koeffitsiyenti atiga 0,248 ni tashkil qiladi. Uzunligi 4,7 metrdan oshadi, kengligi esa deyarli 2 metrga yaqin. Bazaviy versiyada bitta elektromotor mavjud bo'lib, u 248 ot kuchini ishlab chiqaradi. Bu versiya 0 dan 100 km tezlikka taxminan 609 soniyada erishadi. Long range versiyasida quvvat 292 ot kuchi va tezlanishi 607 soniyani tashkil etadi. To'liq g'ildiraklarni harakatga keltiruvchi eng kuchli bo'lgan AVT Performance versiyasi esa ikkita elektromotor bilan jihozlangan. Umumiy quvvati 480 ot kuchiga teng va 0 dan 100 km gacha atiga turu 1 soniyada tezlashadi. Lekin G6 ning eng katta ustunligi tezligida emas. Bu avtomobil 800 voltli elektr platformasida qurilgan. Natijada 10% dan 80% gacha quvvatlash uchun atiga 12 daqiqa vaqt kerak bo'ladi. Kichik batareya 382 kW, katta batareya esa 451 kW gacha quvvatlashni qo'llab-quvvatlaydi. Bu hozirgi kunda bozordagi eng tez quvvatlanadigan elektromobillardan biri degani. Masofa masalasiga keladigan bo'lsak, standart range versiyasi bir zaryadda taxminan 470 km yuradi. Long range versiyasi esa 525 km gacha masofani bosib o'tishi mumkin. Performance versiyasi esa 509 km atrofida yurish zaxirasiga ega. Salon haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda oilalar uchun yaxshi yangilik bor. Ichki makon juda keng, orqa o'rindiqlar ham biroz orqaga yotqiziladi. Uzoq safarlarda bu katta qulaylik ta'minlaydi. Biroq salon dizayni maksimal minimalistik darajada. Deyarli barcha funksiyalar markaziy sensorli ekran orqali boshqariladi. Fizik tugmalar deyarli yo'q. Hatto ovoz balandligini boshqarish uchun ham alohida aylantirgich mavjud emas. Haydovchi ko'plab funksiyalarni boshqarish uchun ekran ichidagi menyular orasida yurishga majbur bo'ladi. Xpeng ko'proq qulaylik va texnologiyani birinchi o'ringa qo'ygan. Narxlarga to'xtalsak, standart range versiyasi Xitoyda taxminan $20120 dan boshlanadi. Long range va performance versiyalari $27600 ni tashkil etadi. Endi asosiy savol, Xpeng G6 ni sotib olish kerakmi? Agar sizga keng salon, zamonaviy texnologiyalar, tez quvvatlanish va oilaviy qulaylik muhim bo'lsa, G6 juda yaxshi tanlov. Xullas, Xpeng G6 bu texnologiya va qulaylikka urg'u beradigan zamonaviy elektromobil. U Tesla Model Y uchun qiziqarli alternativ bo'lishi mumkin, ammo hamma uchun ham ideal tanlov emas. Siz bu avtomobil haqida qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.